Sani toming joyidami? Ha? Sen shu gapni aytish uchun shuncha yo'l bosib keldingmi hozir? Nima qilay ozgan bo'lsang? Nimaga kelding oldimga? Boshqa ishim yo'qmi meni? Dugonajon, meni senda muhim gapim bor. Ichim yonib ketyapti. Uchrashaylik. Gaplashib olmasak bo'lmaydi. Erimdan uzoqlashib ketyapman kundan kunga. Xo'jayinim bilan kafega borganimizda meni yonimda o'tirib boshqa ayolga ko'z uzmay qaradi. O'ziga qaragan, ozg'in, lablari qilingan ayol edi. Keyin men ham shunday o'zgaraman deb kosmetologga bordim. Yuzimga uxotlar qildim, labimga uxotlar qildim. Ozishga harakat qildim. Mana bugun esa ishxonalariga borsam, u yerda ne ko'z bilan qarayki, mendan 2-3 baravar semiz ayolga gap otayotganini guvohi bo'ldim. Men endi umuman tushunmayapman. Qayerda xato qildim ekan yoki erim endi meni yaxshi ko'rmaydimi? Dugonajon, rosa qiynalib ketdim. Erim e'tibor bermayapti demasdan, o'zingni birinchi o'ringa qo'y. Yuzingga uxotlar qil, o'zingga e'tibor, ilm ol, o'qi, yaxshi ko'rgan mashg'ulotlaring bilan shug'ullan. Oilangni saqlab qolishga harakat qilgin. Hadeb eringni orqasidan yuguravermasdan, erim menga e'tibor bermayapti demasdan. Uni buni qo'y, bitiruv kechasiga bormisanmi? Sinfdoshlar uchrashamiz. Mazza qilib sinfdoshlar bilan o'tirib kelardik. Dugonajon, yaxshiyam borsan. Dadasi, xarajatlarim uchun pul kerak edi. O'zimga narsalar olmoqchiman. Xo'p. Bu yuzingizni yanada mayin, silliq qiladi, namlantiradi, oziqlantiradi. Buni bemalol kunduzi va kechga toza yuzga surkasangiz bo'ladi. Yuzim ajinlariga yana nima tavsiya qilasiz? Yoshingiz nechida? Yoshim 32 da. Voy, qara, eshitdingmi? Bolasi bor oilali ayol demaysan-a? Shunaqa ozg'in ekan. Bu qiz nejni ekan-a? Voy, umuman 32 yoshga o'xshamas ekansiz. Juda ham yosh ko'rinar ekansiz. Men sizga kamida 25 yosh berdim.